Lekin quyosh quvvatlari. Mana quyon so'raganlarga gollandskiy pandalarimiz. Bular ham sal kattaroq, 2,5 3 oylikka qarab ketyapti. Yana kichkinalari ham bor, ikkita uyada. Xudo xolasa. Aralashib ketdi. Ular mana 50 kunliklari. Xudo xolasa. So'raganlarga yaqindan beriga. Jinsi aralash, erkak urg'och. Xudo xolasa. Ikkita oiladan. Sog'lom. Chetdan kelgan quyonlarni bolalar mana. O'zimizda ko'payapti. Kilolari ham zo'r, xudo xolasa. Yaqindan bersang. Xudo xolasa quyonlarimiz bolalari, otasi Galiboy, shu Germaniyadan kelgan quyondan, onalari oq qora. Ikkita onadan bular. Xudo xolasa manzil Qo'rg'ontepada. Voqea chiqarasizlar qiziqqanlarga. Yo'llar sog'lom, hamma yemlarga o'rgangan, xudo xolasa.